Salim, mening atim Musa, bu yerda o'zim bilgan shaxslar rivojlanib turgan bilimlarni bo'lishib boraman. Ham onda sizga qiziqadigan bo'lsangiz, so'mendagi like ham podpiska knopkasini bosib qo'ying. Bu menga ulkan yordam bergan bo'ladi. Bugungi tema depressiya bu ne ham nega paydo bo'ladi? Depressiya bu negizi ko'pchilik odamlar aljasadi, qayg'u meni aljasadi. U постоянно qayg'urib, yomon sezim yuribmiz. Bu просто ishdan kelayotgan zat. Qayg'u sirtdan kelishi mumkin. Misol uchun yaxshi ko'rgan odamingizning qaytib qolib, apangiz, atangiz bo'lsa, biz zotda sindirib qo'yib, biz zotda qap qo'yib, xullasi bu sirtdan keladigan zatda qayg'u degan. Depressiya degan bu kundalikli odatlarning kelib chiqadigan ishki zat. Xullas biz o'zib aytganda bu bo'shliq ham maqsadsizlik bo'lishi mumkin. Misol uchun sen ko'p ovqat yesang, bo'lsa ulama ovqat yemasang, uni ko'p uxlab, ulama uxlamaydigan bo'lsang, ham energiyang hamma vaqtda charchab yuradigan bo'lsang, senda depressiya bo'lishi mumkin. Depressiya ko'pchilik joylarda dopamin darajalarining oshib ketishidan kelib chiqadi. Misol uchun yerda o'zim sizga qo'ygan diagrammada misol uchun bir kontrga boradigan balani olaylik. Onun nerede negizgi dopamin darajalari mana yerda bo'lib, bunda bulay ketadi, poni. Nerga kontraga kirgandan keyingi jardayi bunda yuqoriga ko'tarilib, rahat oladi, qattiq. Keyin chiqqandan keyingi jardayi. Nega bunday bo'ladi? Nega to'monga tushib ketadi? Sebebi uning miyi dopamin darajalarini qumshakarga ustini duz solganday qilib qaytarishga majbur. Sebebi ham denida hamza balansda turishi kerak. So'nliqdan onun dopamin darajalari to'monga tushadi, ham buning natijasida u baxtsiz ham bo'sh sezim, o'sada haqiqiy depressiya bo'ladi. O'sada depressiya. Endi u kontrdan qaytdan suyib rahatlanish uchun bu yerda 2 soat o'ynamasa 4 soat o'ynash kerak bo'lib qoladi. Tushunishga misol aytib aytdim-da. Endi u qalay tikilishi mumkin? Bir yo'lni aytaman az. Sotsial mediadan chiqsa, unima rahat beradigan zatlardan chiqsa, uning dopamin darajalari o'zi avtomatik darajada ko'tarilib boradi. Buning natijasida baxt sezinu ham baxtlilik gormonlari tiklanadi. Oyoqlarni haydadi, ya'ni ko'payishi mumkin. Boshqacha tilmin aytganda, bu yerda ikki siyliq turlari bor. Darrov keladigan siyliq sotsial mediadan bular shuqlov, masalan, yomon ovqatlar yeyish, hamburger, lavash, shashlik ham tag boshqa uzoq vaqtda keladigan siyliqlar bor. Misol uchun tinib, toza ovqatlanu, dieta usav, suv ichish, varazatu ham tag boshqa. Darrov keladigan siyliqlardan depressiya paydo bo'ladi ekan. Depressiya siyaqli kasallik nega bizning davrimizni o'sh olib ketdi? Misol uchun 100 yil burungi ata-bobomizning umrida qara. Ularning vaqtida orzular bo'lgan, shang'arog'i bo'lgan, yerda uylangan, so'nliqdan ular hech qachon bo'sh ham maqsadsiz sezilmagan. So'nliqdan ularning vaqtida depressiya siyaqli psixologik kasalliklar az bo'lganda. Endi ular qalay imitatsiya qilib, ularga o'xshab qalay harakat etish mumkin, ham depressiyadan qutulish mumkin. Dalaga chiqish kerak. Quyoshning nurini ko'rish kerak. Qachon aqlga marta quyoshning batqaniga, quyoshning chiqqanini ko'zingni ko'rding, dalada yurib. Qachon aql marta 10 kilometrdan piyoda yurib. Qachon aql marta terikka o'rmalading. Sonda zatlarni o'z umringga qo'yib, sotsial mediani azaytib, ham darrov siyliq beradigan odatlarni azaytsang, depressiya azayadi, ham cho'qib ketadi.